Sen basan kandak. Bağımsak mı boğdak emdi. Balam, dadan kani. Meni qutuldiraman deb yakchashmili tutulup kaldı. Atla, çatak boptu. Aslida sana ishnim bo'lmabdi-kanda, ha? Shundoq. Kichkina avarchilik edi shu. Gep qilma. Ceyran, nega borsan? Tulkini qutuldirg'ili. Yalğız barsan bo'lmaydi. Men dilli baray. Xotirjam bo'l. Rahmat sana. Onun bağının nim payısı. Ceyranı demsen, o senden yaxşıraqçımı? Ben de şundaq bizar boldunlarma. Men qiyib qoldim. Lekin yanını jang qila olayman. Ishlatsa yovjashqa. Nima? Jon qilamsan? Ceyran. To'g'ri do'stim. Ikkimiz yana hamkorlashib jangga otlanamiz. Nega boramiz? Yakchashmining qishig'a. Yovjashqa. Gapimga hayron qolma be. Odam qiyriqanda mag'durdir ketib qoladi ekan, to'g'rimi? Qadinoq do'stim, yana tundanda uxlag'im kelyapti. Bo'pti. Yaxshi tush ko'rgin. U yerga borganda seni uyg'otay. Bilishing kerakki, tulka ovchilarni bu yerdan qo'g'lab chiqaryapti. Sen onunla rahmet aytishing kerak edi. Men onun rahmet aytamdiman. O ovchilarning tishini tejib bizni balo chiqib qo'ydi. O ahbug'larni qutuldirib oldi. Agar ahbug'lar bo'lmasa, bu yana ahbug'i bog'chisi degili bo'lamdi. Bu yolg'iz sen uchun yoki ular uchun qilingan ish emas. Kichik o'rmonlikdan kelganlarning o'zaro yordam berish ve köyünüş kısmının ma'nisini endi tushundi. Men tushunmadim. O haqni ostin ustin qilib, "Mana bolamni tutib oldi" deb tuhmat chaplayotdi. Qarag'ina, bu yerda uning bolasi bormikan? O yo'qot ketdi. Men senden uni ko'rdimmi deb so'rayapman. Yakchashma. Sen onun bolasini tutib olmading deb qasam ichalamsan. U shuntakni tutib olib, nim qilatdik. Ularga ishonishga bo'ladi. Hatchi. Tulka gapinglarga ishondi. O zimininglardan chiqib ketadi. Onunga yo'l beringlar. Tulkaga chiqishga petingan kim? Ey Ceyran. Meni kechirgin. Seni ko'rmabdimi? Tulka ketmoqchi bo'lyapti. Men kechikib qoldim. Sen qanday o'ylayapsan, yovchashqa? Kimga gap qilyapsan? Hammasi bir top so'ralmi lekin? Saran degan sen o'zing, saran degan yakchashma, anchon aska yakchashma, anchon aska yakchashma. Saran degan sen o'zing, saran degan yakchashma, anchon aska yakchashma. Ahmoqni qisqamchi. Yakchashma. Saran degan sen ishchin tantana qilyaptimiz-ku. Bana nari yomon? Bu zodi nemish? Sen ağzını yum. Mayli. Can kezdini izlep tapaylı. O öyge berip oldu. Nima? Ohoy, ular qaytib keldi. Nima bo'lsa, sog'-salomat qaytib ketdi. Ahbug'i bo'lg'ashqa qaytib keladi. Bo'lmasa, nima desam bo'lar? Bularning hammasi Og'maxonning o'ynagan o'yini, uning qurgan qiltiqi. Manzillarga Og'maxon yakchashim uchun ishlayotdi degan emasmidim? Bu gaping xato. Og'maxon meni qutuldirib oldi. Ahbug'ini o berib chaqirib ketdi. Ko'nlarda boshqalar bilmasin desam, sukut qil degan gap bor. To'g'ri aytding. Men bir gap anglagan. Paket munozirdan ustun turdi.
Yaxşı qıldın Ağmaxan. Yaşsın Ağmaxan. Ağmaxan yaşsın. Yaşsın Ağmaxan. Yaşsın Ağmaxan. Yaşsın. Batır bizden Ağmaxan, batır bizden Ağmaxan, batır bizden Ağmaxan, Ağmaxan. Batır bizden Ağmaxan. Nima qılandım ben? Dada? Ağlat dur. Hazırdan başlap seni qattiq baş qurman. 24 saat. Menden bir qadam mı ayrılışın ruhsat yok. Mening ruhsatımsiz gap qilishing ruhsat yok. Buyrug'imga shartsiz bo'ysunishing lozim. Balam. Sen onunla buncalar qattiqlik qilmagin. Sening bu balalik chaqlaring o'tgan bu. Bo'ldi qil apa. Men baribir ketaman. Ketiman. Ne ketsan? Men bu yerda tura olmayman apa. Bana erkinlik kerak. Men bu yerdan chiqib ketaman. Fuqalarım, ota-onamga yaxshi qaranglar ha. Balam. Sen tek kichik yolg'iz chiqib ketsang bo'lmaydi. İkimiz bu ormanlıkta sığmaydı ekanmiz. Elvida. Balam, qayt gel. Qayt gel.